Bizni alayda qo'llagan salonlar Nefran 1 saloni, Elgiyar tor texnik ishxonasi, Gradus Unidar supsi. Mening ismim Baydo. Hamma narsani biladi deydi. Kishilar har qanday narsani bilmayotgan katta meni izlaydi. Qanday? Yomonmikanmi? Yomon bo'lmayman. Mening ismim Undidar. Men chiqqanda yoki nurg'un odamlar bo'lib ketdi kendida. Men bu dunyoga tug'ilgandan keyin nurg'un odamlar bekorchilar sutiga bemalol qo'shilib ketdi. Qanday? Men yomonmikanmi? Baydoma. Mening ismim Tor. Ma gap qilmasam, Undidar bilan Baydo nima deydi? Men bo'lmasam ma ishgan nereden oldun da? Aa, ben kompüteri işte bu. Telefonu tıkan mı diye? Hemen çevirsin. İşit. Çocuk al. Çıkıp çıkıp sağlam yazılamaz. Bu. Bu yolda bir kaldı pul bilen, bir kaldı akıl uçursa, sen kaç alsan? Elbette pulma bilen de. Ben babam bolsam akıl alma, pul tapkışı akıl tapken almam sen. O da sen madem yüzün nemiken bolsun alıp be. Ha? Ötken burası musabakatlaştı diyen davattın. Mukafat aldın mı? He de şu kardeş birinci oldun demeyse. He birinci oldu. He şunun bilen bu riyaset çıkıp sizge hoş işçilik tonlat mukafat verildi dedi. Hoş ya öyge kirip işkeni açsan. Bunun aslı işte hoş işkemez mi? He? He adaş yaxşı mı? Qanday tudun? Yaxşı adaş. İşki qımlar ötüdü. He? Neydi mi bu? Ben rast kep qantim. Aka, bu tutu. Nişka, koy mayaklaydı, işek tezekleri yok. Ben de bilmem ne? Ha? Tukmam sen. Al yemekte tukmam. Tuktum tukmayı sen. Ne? Alayda qo'llagan taraflar: Nurliq saloni, Antiprak saloni, Uzar saloni, Ortuch saloni, Bilaman saloni, Uy Ablajon saloni. Akşam saat 10'da ekranlik ichki salonda tunji bo'lib ko'rishimiz juma. Allah'ım 3 kilo işlemem size. Ne oldu? Anonu bu 3 kilo vicdan bakken. He. Bizde neç kilo vardı? Canla bakalım ya. 48 kilo vicdanım bakken amine. Şöyle kızlarımız sizler bir şey işte bu maharetini şunlar yaxşı oldu. Kimdi o bu keşif olganda? Hiç olarak yaxşı mı? Kanalına yaxşı donlar. Kile. Bizgen bu uyumayan. Ha adaş bu senin burunku ma'nan mı? Yaxşı bu ma'na qanday olib kelib qoldim da. Adaş gepini qilma. Mushu burunku uyning oldida bir terek var xabaring var. Ha igiz terek buldu. Ha. Mush terek sebepli Malkoyning hammasi meni Dilshod terek degan bo'lib qoldi. Mush terek degan laqamdan qusilib ketay deb kesib etdim bu terekni. Chiqarsam hammasi Dilshod ko'tak deyapti-da. Hozir bo'lmadi bu deb ko'takni ko'lab beradi. Anaga qutulgan sen laqamdan yaxshi qilsan. Nimasini deysa? Ko'takni ko'lab elaversam Dilshod o'rak deyapti demasmi bular? Shu o'rakni bitindirib ketib. Mushu laqamdan qusilib ketay deb direktor to'pini elib uyga ketib qolsam, kichik boladan birisi yugurib kelib, "Aka, Dilshod tindomining uyi nerede?" deyapti qara. Kichik bola demasam-da. Hey gap qilma. Shu achchig'imni mana shu ko'chib kelib oldim. Ha, bo'pti, bo'y modulni kechiraylik. Birisi keldimi nima adash? Hey, chiq baqay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Dilshod ko'chib o'ynaymiz shunmi? Ha, shu.
Dostluğunuz aka, ben de olsanız. Rahmet. İmza koyup verim. Ne kadar? Laqımını yazmışsan bula. Ola. Mana. Mana emas madash. Men laqamdan qusulaylar miya ko'chib kelsam, Dilshod ko'chman bo'libdi menda. Az kaldı. Voy jet! Voy anam! Voy shopni qara aka jet! Voy! Aka! Qarang, jimga u mashinistga o'qan tutgan bo'lsa. Yaxshi naqshima adashmish. Bay manglayman. Bu derdimni al yarim, sirrimni bil yarim. O'sha dardimni ol, hitimni ol, ko'nglimni ol deb bir mo'sh naqsh chiqdi degan. Ras, ol degan naqsh bek. Ammo shu maoshingni ol, aramingni ol, mukofotini ol degan naqsh yo'q. Aslida aytib baqqanlik ya. Tügülüm ha? Vay ba, qanaqra? Bu filmni qo'llagan o'rin E'tibor To'r So'di shartisi. Endi tugdi. To'xtag'in ayla, meningmi bor? Bu filmimizni alayda qo'llagan o'rin Chin-dil kasbiy texnik tarbiyalash maktabi. Rasmiy tugdi. Kim taqdi buni? Salonlar taqdida. Demamsa, voy itot saloni, Konnak saloni, Gradus saloni, Algiyer saloni, Iskandar saloni, o'quvchilar saloni, TV film saloni, Dilmurod Abdukin saloni, Sirtlan saloni, Lotun saloni, Suzuk saloni, Orxon saloni. Oho, nima chiqdi? Chiqara qadam ko'rmamda. Assalomu alaykum barlik aziz tuqqanlar. Yaxshi yomonni tuqqanlar. Çamgur Yürüyüş komediya filmimizden aziz ko'rganlari. Hammalarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Do'stlarim vakolatan barcha aziz qarindoshlarning Qurban hayitini tabriklab turibman. Hammalarning hayitini xushal qaramliqda o'tkazishlarini umid qilaman. Ammo qurbonlikning sho'rpisiga bizning Çamgur Yürüyüş'ni tuqqanlar. Xayr bo'lsin. Yaxshi o'tkazishlarini Alayda qo'llagan taraflar. Nurluq saloni, Onutprak saloni, Uzar saloni, Ortoy saloni, Bilemen saloni, Uy Ablajan saloni. Her shanba kuni soat 10 da ekrandagi ishki salonda tunjilab ko'rishimiz juma. Kam? Go. Aka. Ey, bu etigandan keşoq telefon oynab o'tirdi ekansan. Men sen o'qish bitirgilmo xilolab qoldi. Bir xizmat qilsam olmamda. Men mo xizmat qilay degan aka. Ha. Shu men talpin uyg'oq xizmatimiz bo'lmasa qanday qilma? Sen qanday xizmat qilding men bitib biray? Men bag'o shu futom yana tegmaydigan. Mashinadan tushmaydigan. Qo'limdan pul ketmaydigan, shacho'gilab yuradigan bir xizmat bo'lsa ekan. Shunday xizmat baxtligimman, degish topolmadim ben shu. Men topdim. Ko'chapsizda bilasat. Ha? Adash yaxshimi? Yaxshi, adash, yaxshi. Ma Urumchiga kelgandigina adash. Ha, bo'lmoqda. Pulim tugab ketdi. Ha, yo'qlar jannat bo'lsin. Ha? Hey bu siz erteden kechgacha so'zlab yotqucha. Men boshqalarning aldirda chiqib paxtasingiz bo'lmamda. Voy, men paxt so'g'oq keladi. Bu beshin yeydigan, ajab yotgan so'g'oq kelmayotgan ya sen. Türkiye obdayı tıdıgan akılış kitaplar. Bahas erzak kurtarılması. Tamam, kaç pul var? 75 lira. Vay bu özü küçük olan acaba pulu hangiler mi lan? Yok şaka. Başkalarının gözü başka. Malı ne? Bu ne pul var? Onu 100 lira.
Mana da mana. Bu pinganın akına ispat yaxşı çıktı. Bu neçe pul bu? 185 kö. Neçe baş kö? 185 kö var. Bu ne? 30 kö verəsə? Aka şu 30 kö pulları bir laqatın to'xtatchilar mamamla. Ya aka. Bunun yaman chatga chiqqan batke. Bek chiqim ama. Bek chiqqan batqa. Adaş, muş bazı kişiler ufkumda oğunup, ayağımın yüzü qarasam bir nur bilen körüm qara. Bu qanday iş tozadi? Adaş, bu nur senin yanfınından çıkanlar qara. Yerin keçide ayağım senin ündidarına tekşirdik ya. Özüne ihtiyat qılcıma. Ay bo'ldi, ishmaydi. Birana sichama. Ha bo'ldi lan. Voy, abayingiz men qissa ketdik menga. Siz bir narsa kech turgansa ko'rib, men bir narsa qilaman. Nechta bo'ldi? 43 ga. Ey, mushlarning hammasini siz oldingizlar. Ne oldi? Siz necha kunda bir qatim soqol olsiz? Bir kun 50-60 qiraq olaman-ku deyman. Ey, bu normal emas-ku. Va shatirash tursa? Tügüdüm ha? Yok. En mühim yeri geldi. Sen bire ağır kesel bilen ağır bakkanma. Ya. Lekin bir dostum kan kesel bilen tügüp ketken. Hey, sen ahı kızıl kirs şöken doktorxanasını bilmemden? Yok, bilmeydigenme. Hey, bilgen bolsang, u dostum çokum saqayıp ketken bolatdı. Oy qandaqsiga? U doktorxan degen kanını qayta ishlab chiqarish iqtidori to'salg'iliq kam qonli, qon plazmasi tuvallash xarakterlik ko'kirish, yilik g'ayri ko'payish xarakterlik kasallik, asosiy jiddiy xarakterlik oqqon kasali, limfa o'smasi qatorliq kasallarni davolaydi emasmi? Balg'aroq desam mumkin. Ma filmni ko'ra, yana shunda do'stlaring bo'lib qolsa, mush filmni tavsiya qil. Ularmi cho'qim saqib ketadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdullah Musa. Bu yil 43 yoshga kirdim. Men 1992-yili 10-oyda bir zukamlash sababi bilan doktorxonaga berib qonni tekshirsam, shu vaqtda qon oziq kesangiz bor ekan degan diagnozni qo'yib, iliklarni tekshirgandan keyin hanzutcha zayshinjon shuncha bo'lgan, zayron degan qonni ilikni qon ishlab turish azizlab ketgan degan diagnoz qo'ydi. Shu mezgilda nurg'un doktorxonalarda davolandik, har xil dorilarni ichdik. Unumi toza yaxshi bo'lmay, o'sha 2002-yili doktorxonadan meni endi oxirgi bosqichga kelib qolsiz degan diagnoz qo'ydi. Shu jarayonda o'sha Xitoydagi o'sha qizil kiris qon kesakliklar doktorxonasida shu vaqtda anglagan, lekin ishonch bo'lmagan. Keyin buni bir sinab qilish o'yi bilan shu yili 2002-yili 4-oyda shu doktorxonaga bordik, Xitoydagi doktorxonaga berib, borgan vaqtimda qizil qon 3 gram, oq qon donasi 900, shu jobanda qo'ygan qonning yelim chiqdi. U yo'q, shu darajada og'iz burunlarning qon chiqqan darajada holatda shu yerga berib davolandi. Davolanish jarayonida unumi shunday yaxshi bo'ldi. Bir yil davolanish orqali masalan qizil qonlar 11 necha, 11da 6 ming, shu unga yetdi. Oq qon donasi 4 mingga chiqibdi. Shu bilan 70 mingga chiqibdi. Shuna bilan qaytib keldik, 2003-yil 5-oyga qaytib kelgandan keyin, ya'ni 6 oy darishdim. 6 oy darishib, normallashib, yaxshi bo'lib ketdi. Qaytib kelgandan keyin menga o'xshash, meni bilan tam ash kasal azobda atrofimdagi shu kasaldoshlarimga tavsiya qilib doktorxona. Ularning tavsiyalarini anglab, meni ahvolimga qarab, saqib ketganimni ko'rib, ularni shu doktorxonaning darisini ilib, shu yerga berib, ko'rib, ichib unumini ko'rdi. Ularni qaytib kelib, atrofdagilarga tavsiya qildi. Bu doktorxona hamda Xinjiangdagi bemorlar, nurg'un bemorlar bu doktorxona bilmaganligi uchun men chiqdimlab shu doktorxonaga berib, shular bilan so'zlashib, Xinjiangdagi bemorlarni va shu doktorxonani bilib qolsa degan asosda shu Urumchi shahrida
Namındaki Boğum Sarayı'nın 4-5 işğalsıda muşu kan keselliklerge haksız məsləhət veriş ornu kurdu. Muş kesel azabını tatvatkan, toğra davalaş usulunu izdavatkan arkadaş millet kıldaşlarımdaki bizden məsləhət veriş ornumuz kele məsləhət verişini ulanın tesirinden tezrek eslik köle turmuşunun hatırca oluşunu ümit kılmamız rahmet. Çamur yama yoğunlup gitti. Zülüvelim. Çamurlar okşap gitti. Çakkan yolunlar. Çamurlar yoğunluptu. Çakkan yolunlar. Okşaptı, yoğunluptu. Ucu kandan küçülemez. Beni küçülemez. Çamurlar okşap gitti. Çakkan yolunlar. Çamurlar yekillanlar. Neler yolunlar. Assalamualaikum. Kiraka. Uzun bulapta bizim köreşmigile. Hadi olup gitti. Çoğunlar yaxşı durayotqanda. Yaxşı aka, yaxşı. Yaxşı olgan bolsalar. Üzümcü aka. Men mi yaxşı? Ya aka oturaptı aka. Ya oturap ve çaylamda aka. Aka bak Oğlum bak kendimle konuşma olay. Qarashli olaman sizga. Ha, to'xtagan men zat qanday qilsam siz men rost yaxshi ko'rgan sizlar. Gipozcu qara, osmondan may yoqqanmish. Aka, ben sen bu şişe geldim sıralayma. Ben bu kaçan kalsam kompüter olacak, lekin kulağımda telefon. Ya telefonda nimişler kalan ses mi şuncular? Efkam, neymiş kıldım, çemberek göremedim ha. Bu şu çemberek köberek kancılar bir nimiş kırken onu ya. Hey, ma çemberek haberle alaydı deyme. Ge işki dostum toy tuttu o kadar. O ha. Hem men baran mı dem, hem ma okşaş baran mı Allah'ını balı çemberekte mış tilek digenini yavdırıp ettik para. O Yanındaki toktaptı ha, mağdur bunu eşkerettim. Ha, 3-4 düşünün köngü yerim ki tarafta. 10'daki turduşum yaman zirkip getip da. Arkadaşlar yine. Ha, anla kara topta ha. Ha, bana meye değil bir haber. Muş birine çer nailerde yama yamğır getip kara. O bu avarayla kömeye yap ne ya? Şu ama çemberekten köydüm azir. Buna yamğır yapını karmay. Da video elip taktıvatı demesin bana. Savaş bir tutar ya. Şu topta ha. Neç tur düşünün tur soğusu 5 yaş olup gidip karıfkan. O ha. Bir ayda 80 bin koy pulta tutaydı. 80 mi? Ha, bana haber var, bana karışma. Yana meyede işki tur düşün hem de özünün kolumu ya kimden ufumudan elik jını sancıgan kolunun resimini çıkarıp aptı. Özün ağırıp kaldım ben beni yoklap gelip estaş bildi demdi halde. Kıra ende yeni meyede deydi. Bu bazı dostlarının deyse keyfiyat 5 yaşken. Başında o kılıp güzel burga işittik resim çıkarıp yaptılar. Zipek. Şu. Kıra meyeden onu iken. Ma beşi haber ma bu. Ma bazı dostlarım akşam hava yaptıken kıra. Muş oburnik VIP aza boğallıkını çıkarıp yaptı. Ben başlarını kırıp zirkmek külüp ottadım emez bu kendini çemberek. Memnunmuş dadamdaki vagon Mercedes'in maşinlerini aydap geçsem toylakla kiyimlerini giyip tımsakla ayaklarını giyip da o omega saatini takat geçsem de böyleyim. Sizin dadınız şunculik pek bayma. Ya dadam da şunda öyleydi. Vay ötep birin ha. Vay. Sen hazır öydüm ha? Ya arkadaş ya ben pazarda.
O'ynab telefonni yanchi qo'shilib ekanman. Nima? So'rama bu uy telefon qilib uydan chiqmaydigan. Her yakshanba saat 9'da Hürriyet TV Nefran bir salonda tuncu tarqıtıldı. Bizni alayda qo'llagan tarafqilar, choyxona paraqlari, bilaman to'ri, amspraq to'ri, Chimbuloq saloni, Anadiyar saloni, Gradus saloni, Kon naq saloni, Ortiq saloni, Uy itot saloni, Kinoxona saloni, Uy oblajan saloni